Bundan tashqari mamam tillarni ham sizga tavsiya qilaman. Sof tilla, 100% tilla. Bu brilliant oyijoningizda eng qimmatiga arziydi. Sal qimmatroq. Yo'q, pulning ahamiyati yo'q. Farqi yo'qmi? Yo'q, shunisini o'rab qoling unda. Aha. Razmerlari necha? 18. Mana bo'ldi. Eng zo'rini oldingiz. Marhamat, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Rahmat aytganingiz. Kumush. Nega hozirgi mijozni 100% tilla deb aldading? Yarim metall. Bilib o'tiribdimi, nima farqi bor? Nima qilib metall bo'lsa, sotardi bo'ldi. Muhimi bu yerda biznes o'rtajon. Bilib o'tiribdimi, farqiga ham bormaydi. Nima? Men noganni ko'rolmayapsan yoki? Gap unda emas. Halol yashash kerak. Ey o'rtoq, qo'y aqllilik qilmagin. O'zing ham shunaqa ishlaysan. Men unaqa ishlamayman e'tiborim uchun. Keling singlim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Menga 3 kilo mol go'shtidan chiroyli joydan qilib bering. Ha, bugun mantimi deyman? Shunaqaro. Ha, yaxshi. Mana singlim 3 kilodan ozgina oshdi. Mayli, qolgan sizga bonus. Rahmat Kelib kattakon. turing singlim, hop. Oy, kunamiz ketdi. Keldingizmi opa? Assalomu alaykum. Kakras go'shti ko'rganingiz. Kechagi go'shtchi? Kechaga aynib qoladi. O'shanga tashlab yubormoqchi edim endi. Sen chindimasan, nima deyapsan? Qiymaga qo'shib yuborsang bilinmay ketadi-ku. Ne tavba. Ha, muzlar ichiga qo'yib qo'ygan. Menga nima? O'zing javob berasan-da. Allo. Assalomu alaykum Adajon, yaxshimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Voy, Adajon, bugun savdo zo'r bo'ldi. Sizni ko'rgan bormoqchi edim. Shashlik? Xo'p bo'ladi Adajon, avvalaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 5 ta jaz, 5 ta qiyma. Xo'p bo'ladi. Mana opajon, kelib turing, osh bo'lsin. Rahmat. Shashliklar bor, shashliklar, kelinglar.